Samara viloyatida reyd paytida bir muhojir politsiyadan qochishga urindi. Peterburgda fojiali hodisa. Sankt-Peterburgda ikki muhojir o'rtasidagi oddiy janjal o'lim bilan yakunlandi. Leningrad viloyatida bir muhojir chemodanida 1 kilogramm taqiqlangan modda bilan ushlandi. Endi Rossiya Federatsiyasiga ishlashga borish hammaga ham nasib qilmaydi. Yangi qoidalarga ko'ra sizni hali jo'nab ketishdan oldin to'xtatishlari mumkin. Arzon hujjat olaman deb 10 yilga qamalish mumkin. Bu shunchaki gap emas. Rossiyada muhojir tomonidan sodir etilgan jinoyat sud bilan yakunlandi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Bugun 22-mart. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Samara viloyatida reyd paytida bir muhojir politsiyadan qochishga urindi. U qorli dala bo'ylab emaklab qochmoqchi bo'lgan, lekin uning harakatlari dron orqali aniqlandi. Koordinatlar politsiyaga uzatildi va u tezda qo'lga olindi. Reyd davomida 30 dan ortiq muhojir tekshirildi. 13 nafar shaxs hujjatsiz ishlayotgani aniqlandi. Ularga nisbatan 18.10 moddasi noqonuniy mehnat faoliyati bo'yicha ish ochildi. 26 ming rubl jarima solindi. Hozirda ish beruvchi ham tekshirilmoqda. Agar aybi tasdiqlansa, 18.15 moddasi bo'yicha javobgarlikka tortiladi. Rossiyada ishlash uchun patent rasmiy bo'lishi kerak. O'z vaqtida to'lanishi shart. Aks holda jarima, deportatsiya va hatto kirish taqiqi qo'llanilishi mumkin. Peterburgda juda og'ir jinoyat sodir bo'ldi. Hodisa 10-mart kuni kechqurun Primorskiy tumanidagi kvartirada sodir bo'lgan. Ikki tanish erkak o'rtasida janjal chiqqan. Ma'lumotlarga ko'ra, ulardan biri mast holda bo'lgan. Janjal paytida 31 yoshli muhojir 50 yoshli tanishiga hujum qilgan. Uni bir necha marotaba urgan va keyin 9-qavatdan tashlab yuborgan. Jabrlanuvchi olgan jarohatlardan voqea joyida vafot etgan. Hozirda jinoyat ishi ochilgan. Gumonlanuvchi hibsga olingan. Oddiy janjal bir necha daqiqa inson taqdirini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Yana bir jiddiy holat Rossiyada qayd etildi. 14-mart kuni Lomonosov tumanidagi qishloqlardan birida politsiya 31 yoshli chet el fuqarosini tekshirdi. Uning chemodanida taxminan 1 kilogramm psixotrop modda aniqlandi. Ekspertiza bir paket taqiqlangan modda ekanini tasdiqladi. Hozirda jinoiy ish ochilgan va psixotrop moddalarni sotishga urinish deb baholanmoqda. Rossiyada giyohvand moddalar, psixotrop vositalar bilan bog'liq jinoyatlar uzoq muddatli qamoq bilan jazolanadi. Agar siz sumka, posilka yoki boshqa buyum ichida nima borligini bilmasangiz, uni olib yurmang. Bitta noto'g'ri qaror yillar davomida ozodlikdan mahrum qilishga olib kelishi mumkin. Voronejda muhojirlarga soxta hujjat sotgan shaxslar qo'lga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, chet el fuqarolari noqonuniy ro'yxatdan o'tkazilgan, soxta mehnat shartnomalari tuzilgan, hatto qalbaki RVP hujjatlari berilgan. Ular Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 322 birinchi moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Bu noqonuniy yashashni tashkil qilish. Eng katta jazo 10 yilgacha qamoq. Faqat 2025-yilning o'ziga 57 mingta qonunbuzarlik, 12,5 ming nafari jazolangan, 213 ta jinoyat ishi ochilgan. Soxta hujjat muammoni hal qilmaydi, balki vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Rossiya Federatsiyasida ishlash uchun faqat rasmiy hujjat, qonuniy patent, haqiqiy shartnoma bo'lishi kerak. Rossiya va Tojikiston o'rtasida muhim yangi kelishuv imzolandi. Bu esa muhojirlar uchun qoidalarni tubdan o'zgartiradi. 2025-yil 9-oktyabrda Dushanbeda imzolangan shartnomaga ko'ra, endi Tojikiston fuqarolari Rossiyaga kelishdan oldin o'z mamlakatida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tadi. Ushbu tizim qanday ishlaydi? Tekshiruv maxsus litsenziyalangan markazlarda Rossiya standartlari bo'yicha va natijada Rossiyada amal qiladigan spravka beriladi. Bu xizmat endi pullik va milliy valyutada to'laniladi. Oldin qanday edi? Avval Rossiya Federatsiyasiga kelinardi, keyin medosmotr, kasallik chiqsa deport. Endi qanday bo'ladi? Agar kasallik aniqlansa, sizni umuman Rossiyaga yuborishmaydi. Nima uchun ushbu tizimlar qo'llanilyapti? Birinchi o'rinda infeksiyalarni tarqalishini kamaytirish, Rossiya kasalxonalariga yukni kamaytirish, muhojirlarning ortiqcha xarajatini oldini olish. Deputatlar aytishicha, oldin odamlar yo'lga pul sarflab kelib, yana qaytarib yuborilardi. Endi esa bu xavf oldindan bartaraf etiladi. Orenburg viloyati Buzuluk tumani 2025-yil 15-noyabr kuni 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi mast holda jinoyat sodir etgan. U maktabdan qaytayotgan 15 yoshli qizga hujum qilgan, telefonini tortib olishga uringan va zo'ravonlik ishlatgan. Atrofdagi odamlar aralashgani sabab jinoyat to'xtatilgan. Hujumchi esa telefonini tashlab qochgan, ammo keyinchalik qo'lga olingan. Muhojir sudda o'z aybini tan oldi, pushaymon bo'ldi, lekin bu jazodan qutqarmaydi. Natija 1 yil 6 oy koloniyada 10 ming rubl jarimaga tortildi. Sud aniqladi, u ishsiz bo'lgan va ro'yxatdan o'tmagan. Birgina noto'g'ri qadam nafaqat o'zingizni, balki butun muhojirlarning obro'sini tushiradi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.